yutqazgan odamni ko'rganmisiz? Aslida yutqazgan odamlar Fir'avn. O'sha vaqtda mana bolalarini o'ldirdi, dushmanlarini tormor qildi. Hamma uni xudosan deydigan darajaga etdi. U yutdim deb o'yladi. Aslida yutqazganlar shular. Sizlar ham xuddi shunday. Mu'minni musibatidan foydalanib, narsasini arzonroq olayotganlar, mu'minni musibatidan foydalanayotgan odamlar aslida yutqazayotgan odamlar. Mu'minni foydasida ishlash kerak. Rizqni, bir narsani arzonroq sotib olganimiz bizning rizqimiz emas aslida u. Alloh bergan rizqimiz asli. Alloh yo'q joydan beradigan zot. Alloh fazilga insonlarni to'ldiradigan zot. Alloh taoloni o'zi har birimizga yaxshilik ulashgan holatda fazilat o'laroq bergan zot. Bugun dunyo ketsa ketdi. Mus'ab ibn Umayrni ko'p mauizalarimizda aytamiz, chunki u sahobiyni juda yaxshi ko'ramiz. Boy odamlardan edilar. Kiyimlari mushukda yuvilardi. Lekin Mus'ab ibn Umayr vafot etganda u kishini kafanlashga kafan yo'q edi. Kafan topilmadi, kiyim topilmadi, mato topilmadi. Shu vaqtda shu holatni ko'rganlar, boshidan guvoh bo'lganlar, bechora Mus'ab deyishliklari mumkin. Lekin aslida bu yutuq, bu sharaf bu aslida g'alaba bu.